Bu avtomobil haqiqiy sifat so'zini sinonimi hisoblanadi. Agar gap sifat haqida ketganda, bunga umuman negativ bo'lishi mumkin emas. Assalomu alaykum. Studiyamizning navbatdagi mehmoni Toyota firmasining luxury segmentdagi Toyota Avalon avtomobili. Hurmatli mijozlar, mashinaning rangiga bitta e'tibor berasizlar. Uzoqdan qarasangiz, realnida ham, telefonda ham qora, lekin mashinaga yaqinlashsangiz, to'q chokko rangda. Rangi ham juda chiroyli. Xo'p, bu avtomobilga ko'rsatgan xizmatlarimiz 3 etapli detailing polirovka bo'lgan va germanskiy keramikalardan foydalanib keramika qilib berganmiz. Mashina umuman oyna bo'lib ketdi. E'tibor berasizlar. Lak qatlamini yaltirashi, undagi tiniqlik mana hech qanaqa chiziqlar qolmagan. Xudo xolasa, polirovka va keramikasi idealniy holatda bitdi. Salon qismiga keladigan bo'lsak, salonni to'liq detalli himsiga qilganmiz. Koja va plastik detallari maxsus liniyalarda obработка bo'lgan. Sizlar mijozlar, agar avtomobilingizning tashqi ko'rinishi sizlarni qoniqtirmasa, mana ko'rib turganingizda ancha-muncha uzoq joylardan kelib, bizni studiyada ishlarini bitirib ketkazishadi. Bizga murojaat qilishingiz mumkin. Xudo xolasa, avtomobilingizni idealniy holatda sizlarga qaytadan taqdim qilamiz.